sizni umuman arzon pulga qilib berganman. Juddayam qiyin ahvolda, men oddiygina bir abortistaman deganingiz uchun. Sizni oldingizga keluvdim. Ochig'ini aytsam, ko'p kishini kuzatdim, umuman ko'nglimga o'tirmadi. Sizni anchadan beri kuzataman. Shunga bir masala bilan oldingizga keluvdim. Xo'jayinim bilan umuman o'rtamizdagi aloqa yaxshi emas. Shunga sizga xirurgiyaga qildirmoqchi edim. Lekin ochig'ini aytsam, sharoitim yaxshi emas. O'zim abortista bo'lib ishlayman. Shunga sal yordam qilsangiz degandim. Rostdan ham qilish kerak ekan. Ha, shuni qilish kerak. Lekin to'g'risi men bu summaga hech qachon operatsiya qilmaganman. Meni hatto mehnatimni ham qoplamaydi sizga aytayotgan pulingiz. Shuning uchun bu summaga to'g'risi men qila olmayman. To'g'ri tushuning meni. Bu operatsiya bunaqa narxda qilinadigan operatsiya emas. Toshkentning narxini o'zini bilasiz qanaqaligini. Mehnatimga arzimaydi. To'g'ri tushuning. Xo'p deng, iltimos, fazilatingiz rohatini ko'ring. Juda ham duo qilaman. Shunday xursand bo'lgan bo'ladim. Menga yordam qilgan bo'laysiz. Iltimosda sizdan. Qarang singlim. Mayli, men qilib beraman. Garchi mening mehnatimga sizni pulingiz arzimaydigan bo'lsa ham, agar shu bilan oilaviy hayotingiz, eringiz bilan tinch bo'lib ketadigan bo'lsangiz, mayli qilib beraman. Voy, rahmat. Hozir kresloga ko'rdim sizni. Juda ham yaxshi. Yaxshi saqlabsiz. Faqatchi endi bundan keyingisi bunda pashta 2 oylar umuman o'tirmaysiz. Chunki cho'qlar ochilib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. O'zi sizga biror nima bilindimi? Ha, rosa ham bilindi. Shunaqangi xursand bo'ldim. Rahmat. Faqat duo qilyapman sizni. Juda ham xursandman. Rahmat. Assalomu alaykum, doktor. Bitta qarab qo'yasizmi? Yaxshi. O'zi o'tgan hafta keldingiz-ku. Tinchlikmi? Ha, o'tgan hafta kelgandim. Qanaqadir boshqacha bo'libdi-da, bir so'kilib ketganmi choki. Shunga bir ko'rib kelayotdim. Nima, o'tira oldingizmi yo men sizga shuncha narsani tayinladim, narsa qildim yo ichiz qotdimi, nima bo'ldi? Ichimni ozroq qotirib qo'ydim-da, kuchanuvdim. Men aytdim-ku o'sha. Yuring borib ko'raylik qani. Mayli. Ya. Shu yuqoridagi tashqi tarafdagi bitta chokni so'kib kelibsiz endi. O'sha kuchayganlaringiz bo'lganmi, o'tirganingiz bo'lganmi? Endi qarang bunaqa narsa. Hozir bu teri xuddi mana ilvirab qolgan materiallar bo'ladi-ku, o'shanaqa holatda. Buni hozir umuman tikib ham bo'lmaydi, boshqa ham qilmaydi. Qachon endi ichkaridagi choklar, tashqaridagi choklar umuman bitib ketgandan keyin xuddi teriga o'xshagan paytiga keyin o'sha paytda qilib bersa bo'ladi bu narsa. Bo'lmasa qilib berib bo'lmaydi. Lekin ichkari ham juda chiroyli turibdi, boshqa tashqi tarafdagi choklar ham juda turibdi. Shundan bittagina chok so'kilgan. Lekin endi bundan buyog'iga ehtiyot bo'ling. Men sizga shuncha tushuntiryapman. Shuning uchun ham har doim aytaman, shu operatsiyani qilishdan oldin mehnat og'ir, buni mehnatiga chidasangiz qildiring, bo'lmasa qildirmang deb aytaman. Harakat qilaman. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Doktor, mana 40 kun o'tdi. Cho'k tushgandek bo'ldi. Bir ko'rib qo'yasizmi? Ko'ramiz. Juda ham yaxshi bitibdi. Ichkarilarga juda chiroyli bo'lgan. Hattoki to'g'risi mana bir ko'rsatkich barmog'imni tiqib ko'ryapman, hatto bitta qo'limga shunchalik bilinyapti. Zo'rku? Ha, zo'r. O'zingizga ham bilinyaptimi shu narsalar? Ha, o'zimga ancha bilinyapti. Oldingidan ko'ra ahvolim ancha yaxshi. Endi qarang, hali ham sizga birga bo'lish mumkin emas. Boyagi mana bitta chokda o'rni bor edi-ku, o'sha payt sitilgan. Lekin hozir ham buni olib bo'lmaydi-da. Shuning uchun kamida 1 oymi, 2 oymi umuman xuddi sizni terizdek bo'lib qoladi bu joy. O'shanda kelsangiz, keyin tikib beraman. Joy chiroyli qilib beraman. Lekin ichkarilari, tashqi taraf juda ham chiroyli bo'lgan, juda ham chiroyli. Faqat endi xo'jayin bilan ham birga bo'lishingiz mumkin. Hali 40 kun bo'lgan, kamida 2 oy, umumiy hisobda 2 oy o'tish kerak. Shuning uchun endi asta-asta o'tiraversangiz bo'ladi, bemalol. Ishga ham chiqsangiz yaxshi, chiqib bering. Faqat qo'lingizni ushlagan paytingizda ham bilinmaydigan payt bo'lib qoladi. O'shanda payt kelsangiz, bu yog'ini yana chiroyli qilib beraman, xo'p? Xo'p, rahmat. Yana kelaman unda. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi Xo'p, rahmat. Alo. Alo, assalomu alaykum, Fakir opa, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Xo'p. sizni xirurgiyaga qildirgandim sizga. Anavi Toshkentga borib qilganimizmi? Ha, tanidim. Ha, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men bir boshqa doktorga borib ko'rindim, ginekologlarga borib. Xo'p. Meni yaxshi tikmabsiz, yaxshi qilib qo'ymabsiz. Menga boshqacha narsa aytishdi. O'zingiz kelgandingiz. Shuncha 4-5 marta ko'rinib ketish chog'im, necha oy bo'lib ketdi-ku bu narsaga? Ha, bilmadim, 4-5 oy bo'lib qoldi. Ha, bizda hamma narsa qilgan ishlarimizda, hamma narsamizda do, postli rasmlar turibdi. Bu birinchidan, ikkinchidan siz bilan yozishmalarimiz turibdi. Bu holat keyin esa aynan bizni
hamma programmamizga siz haqingizda nima qilgan bo'lsak yozilgan. Xo'p, nima deb aytdi boshqa ginekologlar? Nima qilibmiz biza? Yo'q, qarangda, men hozir boshqa ginekologga borib ko'rindim. Menga umuman boshqa narsa. Ha, nima deb aytdi? Ha, ayting qani? Sani ichaging bilan qo'shib tikib tashladim. Ya, tavba qildim. Qan pulimni qaytarib bermaysiz, men noto'g'ri tikib tashladim. Yo'q, to'xtab turing. Pulni gapirishdan oldin to'xtab turing. Birinchidan men sizni umuman arzondan arzon pulga qilib berganman. Juddayam qiyin ahvolda men oddiygina bir abortchisaman deganingiz uchun. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, agar sizni men ichagingiz bilan tikib qo'ysam, siz 5 oydan beri yura olasizmi? U sizni ichagingizga bo'ladigan bir svishlar paydo bo'ladi, u axlat chiqib ketadi. Bu qanday yo'lga unaqa narsa qilib umuman bo'lmaydi. Siz o'ylab gapiryapsizmi? Qaysi ginekolog? Ko'rsating, ayting, menga telefon nomerini bering qani o'sha ginekologdan. Kim aytganiga muhim emas, menga shunday aytishdi. Men undan qoniqmadim xullas. Yaxshi emas, ichagidan tikib tashlagandim. Men qo'rqaman. Menga pulimni qaytarib bering. Menga pulimni qaytarib berishingizni xohlayman. Ya, men hozir sizni tushunmayapman. Qarangda, bu narsani birinchidan telefonda hal qilib bo'ladigan narsa emas. Keling siz klinikaga. Men qilgan ishimni ko'ray, dosini ko'raylik, postisini ko'raylik, birinchi qanaqa holatda kelgansiz, o'sha narsalarni ko'raylik. Sizni hamma yozishmangiz menda turibdi. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, sizni agar ichagingizda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu bilan hech qachon yura olmaysiz. Bu bir narsa. Keyin qarang, sizga hozir sog'liq kerakmi yoki pul kerakmi? Yo'q, qarang, keling, ko'raylik, u bu degan gap kerak emas. Menga pulimni qaytarib bering, bo'lmasa men sizni ustidan yozib beraman. Ya mayli, bemalol qayerga bo'lsa ham yozavering. Chunki sizni birinchidan, sizni menga operatsiya qilishdan oldin yozib bergan tilxatingiz bor. Bu bir. Ikkinchidan, siz o'zingiz kelib rozilik bilan kelgansiz. Men sizni uyda majburlab olib kelganim yo'q. Ikkinchidan, uchinchidan, sizni o'zingiz 4 marta meni ko'rgimga kelib ketgansiz, rahmat aytgansiz. Hattoki telefonlargacha Alloh sizdan rozi bo'lsin degan yozishmalaringizgacha turibdi. Faqat siz yozasizmi, qayerga yozsangiz, u sizni qonuniy haqqingiz, huquqingiz bemalol yozishingiz mumkin. Lekin men hamma narsani standart asosida qilganman. Birinchidan, qarang, siz hamma narsaga qo'l qo'yib bergan, menda tilxatingiz ham turibdi. 5 oy o'tgandan keyin bu sog'liqsiz esingizga kelyaptimi? Shuncha payt keldingiz, aytdingiz-ku, yaxshiman, zo'rman deb aytdingiz-ku menga. Yo'q, xo'p, mayli, menga pulimni qaytarib bering. Sizda oldida ikkita yo'l bor. Yo pulimni qaytarib bering, yo ustidan yozib beraman. Mayli, yozib bering, men ikkinchi yo'lni tanlayman. Bemalol yozib berishingiz mumkin. Sizga umuman tushunmayapman-da, hozir sizga sog'liq kerakmi yoki pul kerakmi? Sog'liq bo'lsa o'zim yordam beraman, lekin men tushunmayotgan narsa, sizga pul kerakmi hozir?